hazır. Almılık bağda toy qılmağa yaş tam tüydük taş dep Qashqar xalqi ko'rdinglarmi? Mana mushunda toy qilsangiz ömrüngizde, hayatыңызda bir qitim qiladigan toyni Qashqar shahrimizning ko'zi bo'lgan mana mushundaq go'zal o'rinda toy qilishingizni chin qalbimizda umid qilamiz. Qanday deganda 20 yilingizda yemek-ichmak sohasida chaqnab turayotgan ayol karxancha bir ayol kishi bo'lsa-mu, mana ko'rib turgandek mana mushundaq go'zal yerga necha million Qashqar xalqimiz uchun, Qashqar xalqimizningki yosh bolalar uchun mana mushundaq esil bir sahnani hazırlaptı. Mishada katta faoliyatni o'rinlashtiribdi. Mishaning, Misha Almaliq bog'ining yangi qurg'uvchisi Tursunqul xonim qanday faoliyatini o'rinlashtirdi? Unda olib qolsa o'z og'zi bilan deb bersin. Ming anglagandan bir ko'rgan a'lo debdikan. O'zi Misha Almaliq bog'ining qurg'uvchisi o'zi qanday katta faoliyatini qildi? Yosh bolalarga o'zlariningki farzandlardek, o'zlariningki ina-singillardek to'y qilayotgan yoshlarga qanday illiq mehr muhabbatini elib keldi. Unda olib qolsa o'zining og'zidan olamdiq. Tursunqul xonim unda olib qolsa Qashqar xalqiga illiq mehr muhabbatlik salomlarini demetgandan keyin sizlar qanday bir faoliyatni o'rinlashtirdilar o'z og'zlari bilan bir deb bergan bo'lsa. Salam azizlar, Almaliq bog' katta merkez alimiz to'y qilish uchun tayyorlik qilayotgan yoshlarga to'yliq kirim, to'yliq film, shundaqla to'yliq rasmlardan 30%dan mushu bog'dan e'tibor qilib ko'tarib birimiz. Buning ichida biz belgilab bergan Qashqar shahridagi eng dangliq, eng yaxshi qilayotgan 5 o'rinni belgilab birimiz. Ash 5 o'ringa barsanglar bo'ldi. To'y o'tkash mashinasidan ikkinchi desanglar, birini so'g'at qilib birimiz. Shundaqla yoshlar uchun isib qoldi. Yozliq to'y aylanish maydonini hozirlagan bo'lib, to'y aylanish maydoniga kelgan yoshlarga bir yurish ishimliklarni berib, shu yoshlarning orom olishiga o'rinlashtirdik. Shu sizlar da'vatgan, masalan, mishada to'y qilgan barliq yoshlarningki o'g'illarning o'ltirishiga asli bir yurish ichimlikni sovuqqanlar shundami? Oningdan boshqa qiz yigitning aylandigan, to'y aylandigan maydon haqsiz sovuqqanlar, ikki dona mashina ijara olganlarga bir dona mashina haqsiz sovuqqanlar shundami? Oningdan boshqa kepenakdak yasindigan to'y qizchaqning grimlarining 30%ni ko'tarib birlar. To'yliq suratga tushirganlarning 30%ni ko'tarib birlar. To'ylarni mangulik aslini qoldirish uchun shishanga elayotgan, o'lsin kelayotgan mush ishni 30% ko'tarib biramlar. Shunda. Vah, Qashqar xalqi nima degan katta faoliyat. Men anglabma baxmagan. Biz men nurg'un to'y to'ykundan ko'rib baqqan, ham qilib baqqan, lekin bir karxanchining bir faoliyatni, mush da'vatgan 5 faoliyatning ichida birini faoliyat qilib bergan, azroq ko'tarib bergan shuni olgan, lekin hey, qilsang tugiding qil deb katta cho'ng o'tgan odam yanlam cho'ng o'tgan ishim qilamiz ekan bolalar 5 ishni haqsiz qilib turibdi. Unda olib qolsa Qashqar shahrida to'y qilishni o'ylashayotgan, nada to'y qilsam bular me'morlarim betchiqdi deb besh ketayotgan, mana ko'rib turgan oldek 600 dona me'morlarni xotirjam birsiga so'qashtirib o'tmay, qudvajlarni birsiga jarang qilib o'tmay, naytimi illiq mehr muhabbat bilan to'ylaringizni tugtalaydigan, keynimizda chaqnab turgan ma o'rinda qiz yigitning mangulik aslimsini qoldiradigan go'zal mush sahnani hozirlabdi. Shuning bilan birga haqsiz faoliyatni katta o'rinlashtiribdi. Unda olib qolsa mush fursatdan foydalana olamsizlar. Telefon nomerini deb bek oldirib ketdinglar axchani. Hozir Tursunqul xonimninki o'zining bevosita telefon nomerini deb birimiz shashtiringlarsa. Men me'morlarga o'zim bevosita mulozimat qilman, shu o'zimning nomerini qoldirdim. Aloqalash telefon nomeri 185 0998 37 56. Bizni qo'llab kelgan ko'pchilikka rahmat. Onda olib qasamat telefon nomeriga shashtirimiz jimoat. Oxirgacha anglaymiz, filmni oxirgacha anglab, ko'plab taqib qo'yamiz, yuraklarni aymay besib qo'ysa, menda katta faoliyat davomli bo'lmaydi. Onda olib qasa to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitlarni mana shunday go'zal ozod muhit bo'lgan katta ordu sarayidek go'zal o'rinda saqladik. Onda olib qasa xayr xo'sh